Просто tibbiy salohiyatga ega bo'lmagan odamlarning gapi. Kollagen ichmang, kollagen ichganingizda u sizni organizmingizga kirib parchalanib ketadi va organizm o'zi biladi qayerga uni yuborishni degan gaplar. Bu fikrlar qayergacha noto'g'riligini hozir gaplashamiz. Mikrofonim yo'q, shuning uchun shundan foydalanib turaman. Xo'sh qizlar, organizmga kirgan har qanaqa narsa parchalanadi va inson organizmi ongli ravishda ishlaydi. Umuman olganda butun tirik jonzot organizmi ongli ravishda ishlaydi va siz nima yesangiz ham uni organizm sizni defitsit qismlaringizga yetkazib beradi. Vitaminlar yesangiz ham, uglevodlar yesangiz ham, nima yesangiz ham, faqat u yeyotgan narsalaringizni ortiqchasi, ya'ni me'yordan oshib ketgani organizm uchun minusga, ya'ni zararga ishlashni boshlaydi. Xo'sh, siz kollagen ichdingiz, endi u organizmga kirgandan keyin organizm uni to'g'ri kelgan joyga yubormaydi. Sizni organizmingizda yetishmovchilik qaysi zonangizda bor? Balkim teringizdadir, yuzingiz qurib ketayotgandir, yuzingizga ajin tushib ketayotgandir, sochingiz to'kilayotgandir. Organizm uni teringizga yoki sochingizga yuboradi, chunki shu qismlaringizda kollagen yetishmovchiligi bo'lyapti. To'g'ri kelgan joyga yubormaydi demoqchiman. Va yana eng zo'r tomoni, kollagenni sotib olib ichmang uni. Mana bu mahsulotlardan oling degan fikrlar yoki man sizga uyda kollagen tayyorlashingiz uchun retsept aytaman degan fikrlar. Qizlar, ChatGPTdan so'rasalaringiz ham xuddi shunaqa retseptlarni million xilini sizga taxlab tashlab berishi mumkin. Lekin siz kunlik organizm yoshga nisbatan kunlik kollagen dozasini olish обязательно muhim narsa. Bu juda ham kerak. Siz 18 yoshingizda boshqacha dozada kollagen ichishingiz kerak, 30 yoshingizda boshqacha dozada kollagen ichishingiz kerak. Endi tasavvur qilib ko'ring, siz ichadigan kollageningiz dozasini qanaqa hisoblaysiz? Va kunlik yeydigan mahsulotlaringizdan kollagen olaman desangiz qancha pulingiz ketadi? Undan ko'ra siz ichayotgan kollageningizni prosta tarkibini ko'rib, eng yaxshisini tanlab oling bo'ldi. Eng yaxshi kollagenlar esa tarkibida C vitamini va gialuronkasi bo'lgan, sigirni iligidan olingan kollagenlar, baliqdan tayyorlangan kollagenlar mana shular eng zo'ri. Lekin kollagenni tabletka ko'rinishida va jelatin ko'rinishida ichishni maslahat bermayman. Parashok ko'rinishida bo'lsa eng zo'ri bo'ladi.